ekstra bo'limlarda hujum qildi. Undan oldin esa hujum tashkil eta olmadi. Ispaniya muxlislarini tabriklaymiz. Nima bo'lyapti bu yerda? Nima uchun Scaloni agressiya bilan yugurib yuribdi? Endi emotsiyalar hozir. Bu Ispan afsonalari, bu birinchi chempionlikni taqdim etgan, o'z mamlakatiga taqdim etgan afsonalar. Bu avlod esa Lamine Yamal va boshqa yosh talantli futbolchilar, Pedri, shubhasiz, Rodri, Kubarsi, Simon, De La Puente, bular ham tarixga kirmoqda. Lionel Messi uchun oxirgi mundial. Bir marta jahon chempioni bo'ldi. U hamma ishni qildi. O'zi ham shunday javob berdi. Unga savol berilganda, men o'tgan jahon chempionatida barcha ishni amalga oshirganman. Birinchi uchrashuvda Cabo Verde bilan durang natija qayd etib boshlagan Ispaniya o'xshash Argentina Saudiyaga yutqazish bilan boshlagan edi o'tgan safargi jahon chempionatini. Ispaniya terma jamoasi esa durang natija qayd etdi Cabo Verdega qarshi uchrashuvda. O'yinni stadiondan ko'rgandik va mana finalda sharhlash nasib qildi. Mendy va Rodri. Mendy emotsiyalarini chiqarib olyapti. Bu yog'iga endi albatta hech qanday gap so'zlar natijaga ta'sir qilmaydi. Faqatgina o'zini bosib olgan holda mag'lubiyatni munosib qabul qilish kerak. Chunki o'yin bo'yicha mana statistikani ham ko'rishingiz mumkin.